Assalomu alaykum. Uyga telefon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan men usta Shohruxbek. Biz yana bir xonadonimizni telefon ishini Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasida mana shunaqa zo'r holatda bitkazib berdik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, video oxirida bu xonadonimizga to'liqligicha nech pul sarf qilindi, barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Haykancha do'stlar, bugun 12-fevral 2026-yilda olinayotgan video bu. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr telefonni narxi barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan berilmoqda. Fasoniga qarab 0,3,5 tunukadan tortib 0,4 tunukagacha xudo xohlasa xonadoningizni sifatli qilib bitirib beramiz. Bo'lmasa ham do'stlar, videoga bitta laykni gumburlatib bosib qo'ying. Men esa video obzorimizni boshladim. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa ham video obzorimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ichkari shapka qismini ko'rib turmoqdasiz. Albatta darvozaxona bilan birgalikda xonadonimiz ko'rib turganingizdek aylanasiga shapka qismlari mavjud. Oppoq rangda telefon qilib berganmiz. Mana bu yerda ochiq ayvonimiz bor. Ochiq ayvonimizga qo'shib qilib berganmiz. Xo'p, tashqari shapkalarimiz ham bor. Tashqari shapka, tashqari kazirokni taglari bilan birgalikda qilib berganmiz. Hozir sizlarga birma-bir qilib bergan ishimizni ko'rsatib o'taman. Avvalo ko'ringlar, bu xonadonimizni qayerlari telefon bo'ldi. Ana undan keyin men narxini aytaman. Fikringizni yozib qoldirasizlar. Biz aytgan narxga xonadonimizni telefon ishi arzibdimi yoki yo'q. Albatta sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Xonadonimizni kazirok qismi ko'rishingiz mumkin. Oppoq rangda mana shunaqa stilni qilib chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bunaqa high-tech uslubda bo'lgan, bo'rtma holatda, oldi qoshi 2 qavat bo'lgan, orqa karnizlari bilan birgalikda. Haykanchi do'stlar, bu xonadonimizga 40 metr mana shunaqa turbalarni ham o'rnatib berganmiz. Undan tashqari 70 metrga yaqin sliv tarnovlarni ham o'rnatib berganmiz. Bular narxi alohida hisoblanadi. Men hozir mashlarni qo'shib sizlarga narxini aytaman. Bu tarnovni 1 metrini 65 mingdan o'rnatib beryapmiz. Turbalarni 1 metrini 55 ming so'mdan. Telefonni 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Palma fasondan tashqari har qanday fasonni 140 ming so'mdan qilib beramiz. Tunukani qalinligi fasoniga qarab belgilanadi, ya'ni har xil fasonga har xil qalinlikdagi tunukadan ishlatamiz. 0,3,5 tunukadan tortib 0,4 tunukagacha qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, bu xonadonimiz devor qismlari termotravertin bo'lgan ekan. Biz mana shunga moslagan holda oppoq rangda telefon qilib berganmiz. O'zi aslida bu oppoq rangli telefon travertinga ham, tosh suvoqqa ham har qanday devorga tushib ketaveradi. Chunki oq rang uncha-munchaga modadan qolmaydi, hurmatli obunachilar. Darvozaxonamizga bitta qaytamiz va sizlarga ma'lumotini berib o'taman. Xonadonimizga 300 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik. Undan tashqari mana bunaqa naqshdor gullarni ham o'rnatib berdik. Bu gulimiz xonadon egasiga 1,50 ming so'mga aylandi, hurmatli obunachilar. Bundan tashqari yana ko'rsatadigan joyim bor, hurmatli obunachilar. Mana bu yerda ustunlari ham bor. Ustunlarni ham telefonda o'rab berganmiz. Qaranglar, o'zini rangiga deyarli bir xil rangda o'rab berganmiz, ya'ni mebelni svetda. Aynan mana shu ham telefon hisoblanadi, hurmatli obunachilar. Bu yerda 3 ta ustunimizni mana shunaqa chiroyli holatda o'rab berganmiz. Xonadonimizni 70 metr tarnovi, 40 metr turbasi, 1,50 ming so'mlik guli, telefoni hammasi xonadon egasiga 46,700 ming so'mga bitta, hurmatli obunachilar. Bu xonadon oppoq fasonda bo'lganligi uchun bu xonadonga 0,4 qalinlikdagi tunukadan foydalangan holda qilib bitkazib berdik. Xonadonimizni mana shu ochiq ayvoni ham juda ham skromli va chiroyli holatda bo'lib bitta, hurmatli obunachilar. Bu yerda turbalarimizni teshib qo'yganmiz. Tepaga olib o'tib ketishligi uchun nima uchun teshib qo'ydik deb o'ylashingiz mumkin. Mana bu yerlarga lampochkalarni ham o'rnatib berganmiz. Qaranglar, termotravertinga oppoq telefonimiz qay darajada chiroyli holatda bo'lib chiqmoqda. Albatta bitta laykni bosib qo'yasizlar, laykni bosmagan bo'lsanglar. Hurmatli obunachilar, bizni hozir men o'zimni ko'rsataman. Bizni YouTube kanalimizni kuzatib boring. Xudo xohlasa biz 7 yildan buyon xonadonlarga mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan telefon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Siz ham bizga buyurtma qilsangiz, inshaalloh sizni xonadoningizda ham jamoamiz bilan birgalikda borib mana shunaqa zo'r holatda telefon qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, deyarli hamma ma'lumotni aytishga harakat qildim. Narxlarni ham aytib o'tdim. Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bugun 12-fevral kuni xudo xohlasa YouTube kanalimizga mana shu videoni joylashga harakat qilaman. Men deyarli har kuni YouTube kanalimizga video joylayapman, hurmatli obunachilar. Buni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani nafsikidaga bosib qo'ysanglar, xudo xohlasa kun mobaynida qo'ygan videolarimizni kuzatib borasizlar. Bo'ldi shu, xudo xohlasa hamma gaplarni aytdim. Videoda mana shu joygacha erinmasdan ko'rganingiz uchun qadrdonim, sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek bo'ldi.